Assalomu alaykum. Hozir ushbu videoda sizlarga Brownback platformasini qayerga ishlatish mumkin, kimlarga sotish mumkin va qanchadan sotish mumkin, qancha daromad topish mumkin shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Va keyin darslarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi qancha pul topishni bilsangiz, shunga qarab vaqt sarflasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, Brownback platformasi bu mijozlarni ro'yxat bo'yicha, navbat bo'yicha qabul qilishga ixtisoslashtirilgan va shunga qaratilgan hisoblanadi. Bu Brownback platformasi uni sartaroshlar uchun, kosmetologlar uchun, trenerlar uchun asosan ishlab chiqarilgan. Lekin hozirgi kunda masalan shifokorlar, tish doktorlari o'zlarining mijozlarini qabullarini tartibga solishdan foydalanib kelishyapti va ular uchun foyda beryapti. Xo'p, platforma mutaxassislari uchun ish jarayonini avtomatlashtiradi va mijozlar bilan bo'lgan suhbatlarni avtomatlashtirishga yordam beradi va onlayn bron qilishga ham yordam beradi. Ya'ni mijozlar o'zi vaqtini tanlab bron qilishi mumkin va adminlar, administratorlar, resepsiyonda turadiganlar mijozlar bilan gaplashib, vaqtlarni kelishib bron qilishlari ham mumkin. Xo'p, nima imkoniyatlari bor? 24/7 rejimda ishlash imkoniyatini beradi. Masalan, telefonda vaqt sarflamasdan, masalan, Instagramda bloger bo'lishsa, Instagramga linkni qo'yib qo'yishsa, bemalol bron qilishlari mumkin. Ya'ni mana bunaqa masalan link bo'ladi. Ushbu linkni masalan deylik Profimet akkauntiga, ya'ni bioga qo'yib qo'ysa Instagramga, mijozlar o'zi xizmatlar narxini ko'rib, o'zi avtomatik ravishda bron qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, hisobotlar, kirim-chiqimlar, KPIlar, tovarlarni kirdi-chiqisi, CRMga ulashlar, bitta klient qancha pul keltiryapti va qancha vaqt kelyapti, qachon oxirida kelgan, nima uchun kelmayapti degan narsalarni yig'ish mumkin va odzivlarni yig'ish mumkin. ChatGPT bilan integratsiya qilish mumkin. Hozirgi kunda masalan любой messenger, ya'ni bizning messenjerimiz Telegram botga ulangan. Telegram botda masalan yozishma qilib borish mumkin, ya'ni xabarlar kelib turadi, mijozga xabar borib turadi. Guruhda esa menejerlarga yoki mutaxassis masterlarga, sartaroshlarga mijozni kelish kelmasligi haqida xabar borib turadi. Shu narsalar imkoniyatini bergan. Xo'p, ChatGPT esa masalan shaxsiy lichkaga ulanib qo'yib, lichka orqali bemalol gaplashish imkoniyatini beradi. Ya'ni ish vaqti tugagandan keyin mijozlar masalan ish vaqtidan tashqari yozgan paytda GPT bilan gaplashish imkoniyatlari mavjud. Xo'p, nima uchun bizni tanlash kerak degan paytda biz birinchidan narxlarimiz bozorga qaraganda juda arzon. Deylik startoviy tarifimiz bizda 786 ming bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtda to'xtalib o'tamiz alohida. Birinchi narxlarimiz arzon va interfeysimiz o'zbek tilida tarjima qilingan va tushunish uchun oson qilib qo'yilgan. Juda ham oddiy, sodda qilingan. Mutaxassislarni masalan 15 kishigacha masalan qo'shish mumkin va uning chegarasi yo'q. Tak, bepul 14 kun foydalanish mumkin, ya'ni mijozga qanchalik to'g'ri keladi yo'q, masalan o'rnatib berilsa, u ishlatib ko'rib, masalan o'ziga qulaylik topsa, ishlatib davom ettirish mumkin. 14 kun bepul foydalanish bor. Xo'p, yana kimlarga bu narsa kerak desangiz, mana go'zal salonlari, barber shoplar, spa centerlar, tatu studiyalari, kosmetologiya, masalan quyosh studiyalari, tirnoq tozalash, ya'ni manikyur, pedikyurchilar, qosh kiprik teradiganlar, bolalar soch turmagi, depilepsiya, fitness markazlar, masalan turlari juda ham ko'p. Har bir yo'nalish o'zini mijozlarini navbatini masalan kalendar bo'yicha boshqarishi mumkin bo'ladi. Tibbiyot markazlarida masalan stomatologiya, kosmetologiya, veterinariya, psixoterapiya, psixologiya, masalan massaj klinikalari, bular ham foydalanish mumkin. Ta'limda foydalanish mumkin, masalan o'quv markazlari, avtomaktablar, masalan musiqa maktablari, repetitorlar, avtomoykalar, masalan mijozlarning navbatiga yozib chiqishi mumkin. Xo'jalik ishlari, masalan foto studiyalar, masalan mijozlar navbatini tayyorlash mumkin. Xo'p, hozirgi kunda masalan o'rnatishlar necha bo'lyapti desangiz, $100 boshlanadi. Ya'ni bu полноценный ERP tizimi deyiladi, ya'ni dastur hisoblanib, dasturni o'rnatish hozirgi kunda masalan $100 dan $500 gacha kiradi. Ya'ni bizda tariflar bor. Mana masalan solo tarifi bor va team bor. Xo'p, masalan bular hozir eski narxlar turibdi, bu yerda oylik tariflar turibdi, lekin bundan arzon qilingan hozir. Buni
masalan o'zingiz kirib platformada ko'rishingiz mumkin. Xo'p, tariflarda masalan 15 kishigacha odam bo'ladigan bo'lsa va salon 15 ta masterga ega bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan $200 $300 naqdlashingiz mumkin, ya'ni platformani ishga tushirib berishni. Bo'ldi. Va shu bilan sizning ishingiz tugaydi va siz kelishilgan hisob kitob olishingiz mumkin. Agar bir kishi bo'ladigan bo'lsa, deylik $50 dan $100 qilib berishingiz mumkin. Ya'ni bir kishiga platformani tuzatib berish $50 yoki $100. Agar 15 kishigacha bo'lsa, bu sizning sotuv mahoratingizga bog'liq albatta. $200 dan $500 gacha masalan sotishingiz mumkin. Undan ham qimmat sotishingiz mumkin, bu sotuv mahoratiga bog'liq. Biznes tarifimizni esa masalan integratsiyalar qilinadi, biz bunga sizga yordam beramiz. GPTlarni ulash, boshqalarni qilib berish qilinsa, bu ham xuddi team tarifiga o'xshaydi. GPT borligi uchun plus ustiga masalan $200 qo'shishingiz mumkin. Bu degani masalan $500 ulab bersangiz platformani ham 15 ta kishi uchun plus GPT bo'lsa, уже $100-200 qo'shishingiz mumkin. Masalan, polni komandani qo'shib, vaqtlarini tayyorlab berish, tovar oborotlarni qilib berish deb sotuv qilishingiz mumkin. Shunda masalan $200 GPT uchun olsangiz bo'ladi. Chunki bizda GPT holati bor. Mana hozir ko'rsataman. Deylik, mana masalan sun'iy intellektni qo'shadigan joyi bor. Mana sun'iy intellekt 3-tarifda ishlaydi. Mana biz tariflarimiz hozirgi kundagi. Mana tariflarimiz bu 6 oyga 786 ming so'm. Bu degani oyiga bir kishi uchun 780 ming tushayotgan bo'lsa, 786 ni 6 ga bo'lsak, oyiga 130 mingdan tushyapti. Ikkinchi standart team tarifimiz esa 2.100.000 so'm bo'lsa, bu 6 oyiga 350 mingga tushyapti. Juda ham arzon qilib qo'yilgan. Chunki bu yerda 15 kishigacha bor. Masalan, analoglar bor bizda. Masalan, Altejon oladigan bo'lsak, har bir kishi $6 dan hisoblanadi. Ya'ni 3 kishigacha bepul adashmasam, 3 kishidan keyin har bitta qo'shiladigan foydalanuvchi yoki anaqa master $6 qo'shiladi. Bu degani deylik 5 kishigacha masalan bepul bo'lsa va har bitta qo'shiladigan odam $6 dan beradigan bo'lsa, уже $60 har oy to'lanadi. Olishar degani o'sha 880 oyiga 600 mingdan tushadi. Har oy 600 mingdan tushadi. Bizga oyiga 350 mingdan tushyapti. Bu barcha imkoniyatlarga. Va biznes tarifi bor. Bunda team tarifini hammasi kiradi, sun'iy intellekt kiradi, Bittrex yoki emotsionlar integratsiya qilib berish kiradi, kirim chiqimlarni boshqaruv kiradi, skladni boshqaruv kiradi. Bizni firmamizda yoki masalan deylik o'sha qilib berilayotgan firma yoki sentr, uchebniy sentr, kosmetologiya markazlaridagi foydalanuvchilarning oyliklarini chiqarib berish imkoniyati ochiladi va to'liq boshqaruv kiradi. Ya'ni bu yerda 100% avtomatizatsiya qilib qo'yiladi sun'iy intellekt hisobiga, ya'ni mijozlar bilan gaplashuvni, nomerlarni olishini, hatto kerak bo'lsa konsultatsiyagacha gaplashib qo'yiladi va bu yog'ini admin yoki menejerlar davom ettirishi qilib berilgan. Bu 4.9 ming so'm. Sun'iy intellektning to'lovlari alohida bo'ladi, chunki bu mijozimizni, ya'ni siz kimga sotgan bo'lsangiz o'sha kishini viza kartasi ulab qo'yilgan bo'ladi. Mijozlar qancha ko'p yozsa, shunga qarab pul ishlatiladi. Buni ichida kirmaydi, tarifga kirmaydi. Alohida to'lov qilinadi bu. Bizga to'lov qilinmaydi, GPT ga to'lov qilinadi. Qisqacha tushuntirishlarni olib bordim. Endi esa keyingi darsga o'tib bemalol platformani tanishib chiqib, uning imkoniyatlarini to'liq o'rganib chiqsangiz, tanishlaringizga, kosmetologlarga, stomatologlarga bu xizmatni boshida bepul qilib berib, ya'ni case qilib, bir kishiga bepul qilib tayyorlab, case qilib, keyin ikkinchi kishiga уже sotish imkoniga ega bo'lasiz. Agar sizga qanday savollar yoki bir takliflar paydo bo'lgan bo'lsa, texpodeshkamiz mavjud. Mana Bironbek degan texpodeshkamiz bor. Bu YouTube'da videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, izohlar kommentariya qismini ochib qo'ysangiz turibdi. Bizga yozib murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.